Bugungi kunimni ofisga borish bilan boshlamoqman. Yangi katalog bizada, yangi katalogda bu katalog a'zo bo'ladiganligi attraktsiyasi qo'yilgan va bugun yangi mahsulotlarning videosini olaman. Undan tashqari yangi trendlarni videoga olishga ketaman. Yangi trendlarni olishga menga Navro'z yordam beradi, lekin Navro'z ham gonorar so'rayapti. Ya'ni KFC olib berasizmi deyapti. O'sha gonorarni olib berib, oldin yaxshilab to'ydirib, keyin video roliklar olamiz. Bizlar ishimizni shunaqa yaxshi ko'raman. O'zingiz xohlagan paytda, o'zingiz vaqtingizni o'zingiz belgilagan holatda maza qilib ishlaysizda. Mana hozir ertalab shunday bir ro'ga borib kelaman. Agar bugun vaqtim bo'lmaganda ertaga borardim. Ertaga vaqtim bo'lsa indinga borardim. Yoki uyda onlayn ham bemalol ishlasam bo'ladi. Har 21 kunda oyligimiz shunday tushib turaveradi. Bu uchun qiyin narsani o'zi yo'qda. O'shaning uchun a'zo bo'laman, a'zo bo'lsam maylimi deb yozayotgan qizlar, a'zo albatta qilamiz, komandamizga qo'shamiz. Sizlarga ham shunaqa biznes qilishni, komanda qilish, daromadga chiqishni o'rgatamiz.